2025-yili siz nimalarga erishdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Necha kundan keyin 2025-yildan xo'shlashib, 2026-yilga qadam qo'yamiz. 2025-yili men hayotimdagi eng muhim odamimdan ayrilib qoldim. 2025-yili atrofimdagi eng yaqin, eng cho'ng bilgan, eng muhim bilgan do'stlarimdan, yaqinlarimdan ayrilib qoldim. Ayni vaqtda do'stlarimning sotqinligi tufayli men yolg'iz yashashni tanladim. Hech qanday bir do'stni tutmayman, hech qanday bir odamga ishonmayman deb o'z-o'zimga va'da bergan. Qaysi xiyol, qaysi kalla bilan 2025-yili yana do'st tutib qoldim. 2025-yilda tanishgan shu yaqin do'stlarimning, yuragimdan o'rin olgan, istirimni bergan do'stlarimning mening keynimdan hamay o'ri ko'laydiganligini his qilib ketdim. Men o'zimning shunchalik nacharligimni qaytadan his qilib ketdim. Men nachar bo'lganligim uchun meningki do'stim yo'q. 2025-yili atrofimdagi yaqinlarimning men uchun uncha muhim emasligini his qilib ketdim. 2025-yili atrofimdagi men bilan munosabat bog'lagan mayli do'st bo'lamdi, mayli yaqin bo'lamdi. 2025-yili yuragimdan cho'nqur o'rin olgan shu do'stlarimning men uchun hech qanchalik muhim emasligini his qilib ketdim. Foyda manfaat tegsa do'st bo'ldim, foyda manfaat tegmasa nachar bo'ldim. Hatto yo'lda ko'rsakmi notanishlardek o'tib ketadigan bo'ldim. 2025-yili men qaytadan cho'ng bo'ldim. Qiz bolaning do'sti yo'q degan gapga qaytadan ishondim. Qizil chiroq tunishib qolgan odam yeshil chiroq yonganda o'zining yo'liga mangdi. Biz ham o'zimizning yo'liga mangamiz. Demak, qizil chiroqda tunishib qolgan odam balkim bizningki bir yo'limizdagi odam bo'lmasligi mumkin. Kichkina bir oddiy bir qizdan g'azosi bir ayolga aylang'ich bo'lgan bu jarayon hargizmi oddiy emas. Mayli er bo'laylik, mayli ayol bo'laylik, atrofimizga do'stlarimiz uchun behuda yosh to'kmaylik. Behuda ko'nglimizni yerim qilmaylik, vaqtimizni isrof qilib o'tmaylik. Biz o'zimizdan bo'lganmiz, nurg'un ishlarni qila olamiz. Boshqalar bilan birga tomoq yemasakmi, boshqalar bilan birga bozor aylanmasakmi, o'zimiz yolg'iz nurg'un ishlarni qilib yeta olamiz. 2025-yili o'z-o'zimga shunday va'da beramanki, 2026-yilga qadam qo'ygandan boshlab 2026-yil ichgacha hech qanday yangi do'st bilan tanishmayman. Yangi bir odam bilan munosabat bog'lamayman. Men 2026-yili 1-oydan boshlab toki 12-oygacha o'zim to'g'ri bilgan ishlarni qilaman. O'zim tanlagan yo'llarda ma'lum. O'zim yaxshi ko'rgan kiyimlarni kiyman. 2025-yili o'z-o'zimga shunday va'da beramanki, 2026-yilga qadam qo'ygandan boshlab toki 2026-yil ichgacha hech qanday bir odam bilan munosabat qilmayman. Hech qanday yangi do'st bilan tanishmayman. O'zim to'g'ri bilganini qilaman. Keygim borni kiyman, ishkim borni ichaman, yegim borni yeyman, og'im borni olaman. Ota-onamga qo'limdan kelishcha qilaman. Buningdan keyin mening hayotim qiziqib qolsangiz davomli holatda diqqatingizga mening filmlarimni bo'lsa bo'ldi. Agar qadriya sizningki o'tmishingizga hikoyalaringizni anglag'ingiz badab qolsangiz inkas rayoni qoldirib qo'yinglar. Men 10 qism qilib o'zimning o'tmishidagi hikoyalarim, tatgan azoblarim hamda xushalliklarimni sizlarga so'zlab beraman. O'z-o'zimga eng oxirdan va'da beramanki, 2025-yilda tanishgan shu atrofimdagi yaqinlarim bilan 2026-yili qaytadan tanishmayman. Bular bilan notanishlardan bo'lmayman. Bir gap bor, muhabbat bo'lmasa nafrat paydo bo'lmaydi. Atrofimdagi shu yaqin do'stlarimni yuragimdan cho'nqur qaytib kunbatdim. 2026-yilda qadam qo'ygandan boshlab umrimning oxirigacha yuragimga kunbatgan shu do'stlarimni qaytadan olqinimga ilib ularni ko'rmayman. Bayatdan deb o'tgan o'z-o'zimga bergan va'dalarimni amalga oshira oldimmi, oshira olmadimmi? 2026-yil yil oxiri xulosasini chiqaraman. Qiz chaqning jon do'sti, o'zidir o'zi.